Bismillahirrohmanirrohim. Al-mustasna bi illa. Illo bilan istisno qilingan ism. Wasadisu nahwu waraqatan min misli hafiza Muhammadun kitabi illa waraqatan va yusamma mustasnan. 6-chi nasb o'rni bu jumladagi varaqatan lafziga o'xshaganki, Muhammad kitobni yodladi, faqatgina bir varoqdan boshqasini. Va bu yerda ismni mustasno deb ismlanadi. La yasihhu an taqula kharajat talamizu min al-madrasati wa taskuta illa iza kanu kulluhum kharaju. Senga durust bo'lmaydi, o'quvchilar madrasadan chiqishdi deb aytmoqliging va sukut qilmoqliging, faqatgina ularning har birlari chiqishgan bo'lishgandagina durust bo'ladi. Amma iza baqiya wahidun aw aksaru fayalzamu an taqula harajat talamizu min al-madrasati illa Kholidan masalan aw illa Muhammadan va Mahmudan. Ammo bir kishi yoki ko'prog'i qolgan bo'lsa, bas lozim bo'ladi aytmoqliging, madrasadan o'quvchilar chiqishdi, faqatgina Xolid chiqmadi, masalan, yoki faqatgina Muhammad va Mahmud chiqmadi demoqliging. Fama ba'da illa yuqalu lahu mustasnan va yakunu mansuban. Illodan keyingi ism uni mustasno deyiladi va u nasb bo'ladi. Va mislu Xolidan fi hazal misali. Bu misollardagi Xolidan lafziga o'xshaganlar. Va varaqatan min hafiza Muhammadunil kitaba illa varaqatan. Varaqatan lafzi mana bu jumladagi Muhammad kitobni yodladi, faqatgina bir varoqni yodlamadi. Va zahaba min tas'adu kullul ma'adini illa zahaba. Mana bu jumladagi zahab lafzi har bir qazilma boylik zanglaydi, faqatgina tilla zanglamaydi degandagi. Va hakaza min kulli ismin waqa'a ba'da kalimati illa g'oyra masbuqatin binafin. Shu kabi har bir ismiki illo dan keyin tushib, yuqorida nafiga ergashmagan bo'lsa, bu ham mustasno bo'ladi va nasb o'qiladi. Tas'adu kullul ma'adini illa zahaba jumlasining tarkibi tas'adu fe'li muzori murab, kullul ma'adini izofa bo'lib turib, tas'aduga bu foil, illo istisno, az-zahaba mustasno deb tarkib qilamiz.